Qaranglar, bir tezkor xabar bilan chiqib turibman. Xorazmda pulli yo'l qurilishi boshlandi. Bu pulli yo'l nerede desangizlar, Urganch Qanqa yo'li, imdo Podnoy aylanadigan yo'l bilsangizlar, shuni to'g'risidan ishordan yo'l ochiladi va bu yo'limiz Urganch Xivani bog'laydi. Ya'ni Urganch va Xiva shaharlarini bog'laydi. Yangi pulli yo'l qurilishi boshlandi. Va aynan mana shu yo'ldan joylarimizdan yo'l ochiladi. To'g'ri Xivani bog'laydigan yo'l bo'ladi. Yo'l polosali yo'l bo'ladi. 35 km masofali yo'l bo'ladi ekan. Yana bu taraflar boshqa joyga ko'chiriladi. Chapimizdan hozir sizga ko'rganingiz mana qiziqlar qilgan yangi yo'lni endigini shundan bir ko'rsatmalar bo'ladi. Yo'l haqidagi to'liq ma'lumotlarni Xudo xohlasa sizlarga ertaga yetkazishga harakat qilamiz. Ya'ni chizmalar bilan birga chiqib bo'ladi, tartib qoidalarni chiqib bo'ladi. Xullas hamma narsani sizlarga yetkazishga harakat qilamiz va eng muhim tomonini aytib o'tayim. Avvalgi Urganch yo'li bepul bo'ladi. Bu yangi qulayotgan esa pulli bo'ladi. Orient tarafda tirband durumman, mana bu tarafda radar tushishi mumkin, vanda cheklangan tezlik bo'ladi deganlar uchun aynan mana shu yangi qulayotgan pul yo'ldan bemalol harakatlansalar bo'ladi. Bu yerda mana bilishim bo'yicha cheklanmagan tezlik bo'ladi va eng muhim tomoni bir dona radar bo'lmaydi mana bilishim bo'yicha. Videoni hozircha hamma yakınlaringizni berib, Urganch Xiva shaharlarini bog'laydigan pul yo'lni qurilish ishlari boshlanganini barcha yakınlaringizni berib, bizning kanalımıza abone bo'lib tursangiz, ertaga aynan mana shu yo'l bo'yicha to'liq videoni sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Hozircha videomiz qisqa bo'ladi. Ertangi videomizda esa to'liq hamma ma'lumotlar bilan sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Bizdan kuzatib, bizani like bosib, videolarimizni repost qilib, ulashib, qo'llab-quvvatlab turasiz degan umiddamiz.